Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xullas, biz to'satdan ikkita oila Namanganga ketishni niyat qildik va birdaniga to'satdan bo'lib qoldi-da. Tez vizaga topshirdik-da. Lekin sizlarda shunaqa bo'lganmi? Aeroportda o'tiribsizlar-da, lekin hali vizanglar chiqmagan. O'zi mana shunaqa vaziyat. Vizam yo'q. Yo'q. Aeroportda o'tiribmiz. Lekin viza yo'q hali. Viza chiqmadi. Bilet bor faqat. Viza yo'q, pul yo'q. 1 soatdan keyin уже uchishimiz kerak. Sizlarda bo'lganmi shunaqa vaziyat? Bizda mana to'rtalamiz o'tiribmiz. Vizamizni, xudo xolasa, duo qilinglar. Vizamiz chiqsin deb biz uchaylik.